Qo'shnini qo'shnida haqqi bor deyishadi. Lekin qo'shnimning daraxtida mandan nima qasdi bor ekan? Shu daraxtdan 12 oy barik to'kilgan. Janatim qaynonam gapga ketdilar. Uyga kelganlarida xursand bo'lsinlar deb ko'chalarga suv sepib supurib ola qoldim. Shu ko'cha supurayotganimda belim ozgina pand beradi-da. Menimcha farzandini tabiiy yo'l bilan dunyoga keltirishga hech narsa yetmaydi. Bu beldan 2 marta narkoz olingan, shu sabab ko'p og'rib qoladi. Menimcha shu daraxt agar mevali daraxt bo'lganda, mevalari bizning tarafga to'kilganda bizning haqqimiz bo'lmasmidi? Kommentariyada yozib ketinglar. Voy bu abetta ko'cha supuribsizmi deyishlardan oldin bitta narsa aytib o'taman. 1 oylik o'g'lim bilan birpas o'ynab, uxlatib ko'chaga chiqib abetta supurib ola qoldim. Bu ishni 15 minutda tugatsam bo'lardi, lekin belim og'rib qolib, ko'p to'xtab keyin supurishni davom etdim. Kesirvadan keyin odam chalajon bo'lib qolar ekanda. Sovuq tushganda tikilgan choklar, oyoqlar, bellar og'rishi boshlanar ekan. Agar meni homilador ayollar yoki turmushga chiqmagan qizlar ko'rayotgan bo'lsa, niyat qilinglar, Allohim oq yo'l o'zi tuqqan ayollardan hali bittasidan eshitmadim bel og'rig'i, oyoq og'ridi degan narsani. Hozir kommentariyamga birikta aqllilar kiradi. Voy, men ham kesirib bo'lganman, hech qattim og'rimaydi deb. Doktor bilan doktorda farqi bor, teri bilan terini ham farqi bo'ladi. Spirgini nega tika qo'yib qo'ydingiz? Bo'lmaydi-ku, mumkin emas-ku deb yozishinglarni bilaman. Spirgini tika qo'yib bo'lmaydi, kechqurun shomda supurib bo'lmaydi, spirgini qo'ldan qo'lga berib bo'lmaydi degan gaplar hammasi bo'qton gaplar ekan. Shukrullo domlalarning shu ma'ruzalarni eshitganimdan keyin musulmon odam unaqa bidat amallarni qilmaydi, bidat narsalarni qilmaydi deganlardan keyin shu narsani men teskarisini qiladigan bo'ldim. Agar vaqtim bo'lib qolsa shomda bo'lsa ham ko'cha supurvaraman. Menga vashi farqi yo'q. Keyin negativ yozg'izsizlar-ku, shu negativ yozmasdan, umuman kommentariy yozmasdan chiqib ketsa bo'lmaydimi? O'zi menga vashi farqi yo'q. Odamlarning gapiga umuman ahamiyat bermayman. Ichinglarni shu paqirimdaqa qop-qoraligini kommentariyamda ko'rsatib qo'yasizlar. Mayli, videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz bitta like bosib qo'ying, xursand bo'laman.